Soat necha bo'pti? Kech bo'la kelyapti. Hammaga salom do'stlar, siz bilan Zon 777. Mana video chiqaryapman. Lekin men uxlab turdim. Nimaga hechim desa, kofe ichmari bo'lmadim. Kofe qutaribdi. Soat уже 4 bo'la kelyapti do'stlar. Mayli telefonni qo'yamiz. Ketdik. Do'stlar, pochtam ketdi. Nima bo'lsa men kompyuter zakaz etdim. Nimaga uchun esa menda kompyuter kerak. Nima kompyuter xona bor desangizlar, hozir ko'rsataman. Oldik. 2 minutlik. Hatto kompyuter o'ynaymiz, просто kiramiz. Mana kompyuter xonasi. 3 kompyuter va 2 ta 3 ta. Bu yerda odam. Assalomu alaykum. Alaykum, yaxshimisan? Ha. O'shoqda esa o'ynaydigan yer. Mana taraf o'ynaysan. Bu ichaning 2000. mayli. Men juda ham zo'r bu. Lekin menga kerakmidi. O'ynaman. Mayli so'ng kelaman. Hayır. Nima? To'g'ri bu nima? Men buni birinchi ko'ryapman. Nima qo'rqitishaptilar bu yerdan? Yana kirib ko'ramiz. Futbol o'ynayapmizlar, men yo'q, mensiz. Keldi, ha. Nima keldi? Ket. Nimaga? Men nima qildim sizlarga? Sen bilan hech kim oynasi yo'q, yo'qan. nima deyapsan sen? Ketma o'zingdan. Yo'qan, hozir urib tashlayman. Mayli, yo'qol. Sen yo'qol, sen. Eshaklar, hali ko'rasizlar. Kunlaringiz ketib turadi. Tufayla ketdim. Hadi do'stlar, pochtamizni ochamiz, ketdik. Mana. Kompyuter stoli bu. Bu kompyuter yoqadigan knopkasi. Kompyuterning instrumenti qog'ozini ko'rsatasan. Bu kompyuterning o'zi. Bu kompyuter klaviaturasi ekan do'stlar. Mishkasi yo'q ekancha do'stlar. Buzi bo'lmaydi. Ketdik. Mana shunday qo'yamiz ekan, instrumentidan ko'ramiz. Bu knopkasini bu qoptolinga qo'yamiz. Qo'ymayapti, mana shunday deyapti. Bu qoptolni mana shu yerga qo'yamiz. Mana. So'ngra esa kompyuterning o'zini qo'yamiz. Do'stlar, horib ketdim, lekin men buni qildim. Mana qaranglar, juda ham chiroyli. Buna kompyuterni o'tashirdilar. Mana yonyapti. Do'stlar, men o'zimning kompyuterim bo'ldi. Nima o'ynaymiz, ketdik. Nozatlar bor ekan bunda. Nazorati 5%. Mana nazorati. Turarsan, soat ketyapti. Do'stlar, ketdik. Soatga tushamiz, odamlar yo'q. U soat mod, lekin men yanimda tomoq olib ketaman. Nima uchun esa u yerda ochib bo'ladi. Burger yetib yeyman. Mayli, telefonimni qo'yib ketdim.
telefonimni egallab ketishlari mumkin. Suvda tushsa buziladi. Mayli, bu pochta turaversin. Keyin u yoqdan bir odamni chaqirib keladi. Alisher, nima? Alisher, Nima? yur shu otga tushib kelamiz. Yo'qan. Bilmayman nimagadir men bilan gaplashmaydilar. Nima? Qatdan borma. Bu yo'ldan bormaladi do'stlar, yodimdan chiqib ketdi. Jitil, yur tushib kelamiz. Yo'qolsaga. Men futbol o'ynayapman deyapman. Yo'qol, sen yo'qol. Nima bo'lyapti? Hozir hech kim men bilan tushmaydi. Nima telefon kelyapti do'stlar? Men telefon kelyapti. Kimni telefon? Kim? Alo, Sanji, Nali. Yaxshimisan? Ha, yaxshiroq kel bugun shavatga tushamiz. Hech kim tushmayapti, menga yo'qol deyaptilar. men ishonmaysan, menga ham yo'qol deyaptilar. Kelasi boryapman hozir, ikkimiz tushamiz. Mayli, tezroq kel. Mayli. Aslar men bir do'stimni topdim. Yasharda kel. Mayli. Tushib ketmazak bo'ldi telefonim. Chiqsan. Yaxshiman, o'zi yaxshimisan? Ha, Eshak. qoch do'stlar. Mayli, qochinglar odamlar, qoch. Tushyapman. Так, mayli do'stlar, menga bir yerga. Mayli, ketdik. Hop, puf. Do'stlar, judayam hazil. Bu odam bo'yonchikda tushyapti. Keyin do'stlar bu yerda o'tamiz. Odamlar tushyapti xubiyamni. Mayli, biz bunun ichini ochamiz. Bu U yoqqa borma. yordam qilib. U yoqqa borma deyildi senga. Yaxshi keyin do'stlar. Bir zaman bir zotli yeyish ichmoqchi bo'ldim yana. Mayli, yetib ketdik endi. Do'stlar, hazil. Mayli, ketdikmi? Hozirda ketyapmisan? Ha, opam chaqiryapti. Mayli, xo'sh. Bu yerda o'ynayaptilar. Nima qilyapsizlar? Men shavatga tushib qolyapman. Bu yondagina tushinglar. Har yoqdagilar dechkilardi. Mayli. Qalaymiz. Tushinglar sizlar ham. Do'stlar, shuni tutdim. Chiqma. Nima kerak? Yurasan, deb. Mayli. Chiqim yo'q. Sen chiqyapsan. Men chiqjaqim yo'q. Sen chiqyapsan, men aka. Qoch. Yuzib bilmaysan sen. Men sendan tez yuzaman. Rahmat, men chiqaraverdim. Yuri. Ular nimaga tushmayapti? Bu yerda suvda baliq bor, eyg'oq bor. Mayli, ketdik. Chubiyapman, ko'maklar.
Mayli bordim. Nimaga cho'myapsan? Oyog'im bir zotga yopishdi. Ketdik. Qoch. Yur. Qo'y tezingga. Bu yerdan chiqamiz. Yur. Qo'rqma. Nima bo'ldi oyoqqa? O't yopishdi. Yana kel, nimaga cho'myapsan? Qo'rqma. Prosta menga tutun bo'ldi. Qo'y. Yaxshilcha yur, tezroq ketik bu yerdan. Petuq kalla it ishladimi? Hozir chiqarmayman lekin. Mayli chiqar. Mayli tomog'ing. To'ydim. Ikkisini nima qilyapsizlar? Urushchakmiz, ket yo'qol. Men bilan urushsang sen yana kel. Sen ne bileyim futbol xonanda menda o'zing chayasirding. Masala bor endi, nima qilasan? Qo'lovga kim qilaman? Bir tilab qilolmaysan. Nima? Yo'q. Eshak. Qoch bilmaysan, nima? Bir qo'y. Sen ham bu yana kel, nima? Yana kel deyapman. Qoch. Mensa ket. Shovot deyapman. Cho'nib ket. Sen ham bu yana kel. Bu yana ket deyapman. Nimaga men urding? Ha? Urasib keldi, seni o'ldiraman hozir, o'g'im aytaman. Aytgin. O'g'im sen tetib tashira bo'lsin. Qo'ch. Yo'qol. O'g'am nerda? Futbol xonada ochikisini sitirsa o'ldiraman. Mayli ketdi. Tomoqni yeymiz. Yo'qol, sen. Hozir. O'g'asi bilan hozir keplashamiz. Shu. Ketdik. Tomosha qilamiz. Yo'q, tomosha qo'yapman. Sen qora maymun, chiq hozirga gaplashamiz sen bilan. Nima deganing bo'ldi bu seni? O'lasing kelyapti kerak seni. Sen o'lasing kelyapti. Ochil. Qani bu yana kel. Nima? Sen ushayman o'zingcha asirdi. O'rganinglar. Nima senga? Oy. Nima senga sen? Eshak, sen beni choraman deydi. Vah. Sen ham meni o'qishingni. Qoch. Nima? Toplaringiz yo'q sizlarga. Qoch. Topni olib kel. Nima? Qoch. Toplarni barib bo'libman. Qayerda qo'yamiz buni? Kompyuterni zarat do'stlar 100 bo'libdi. Hozir esa kompyuter o'ynayman. Mayli do'stlar, siz bilan Zone 777 iltimos kanalimga obuna bo'ling. 70 ta obunachiga harakat qilaylik. Kanalimga obuna bo'lib, podpiska bo'ling. Ikkinchi qismi ertaga chiqadi.